Xullas, o'g'ili, bitta sporniy вопрос bo'lyapti. Qaysi davlatni aktivi kuchli Instagramda deb aytaman. Men O'zbekistonniki deyapman. Maqsad ham aytayaptilar, Qirg'izistonniki deyaptilar. Mana akamiz aytayaptilar, yo, Qozog'iston yorvoradi deyaptilar. Полный газ. Xullas, hozir aniqlaymiz. Maqsad ham Qirg'izistondan mashinalarni olib keldilar. Bu akamiz Qozog'istondan keldilar. Bu endi men o'zimning mashinam O'zbekiston. Akamni qilamiz, agar rozi bo'lsanglar. Kim o'zbek bo'lsa, mana shu videoga like bosinglar. Shu o'zbeklarning aktivini shu yerdan bilib olamiz. Xo'p, Qirg'izistonni bayrog'ini qo'yib kommentariy yozinglar. Qozog'iston bo'lsa, repost tugmasi bor. O'sha repostni bossanglar, kimma aktivi kuchli. Lekin O'zbekiston yutadi baribir, aka. Qozog'iston yutadi. Inshaalloh, xullas hammamiz qardashimizni inshaalloh tuning house-ga mashinalarni olib kelsanglar, doda qilib tuning qilib beramiz. Gazni bosamiz, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, olg'a.